Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga arzon narxlarda elektronik motorollar, tritsikllar va tomli skuterlarni ko'rsatib o'taman. Narxlari arzon joyidan, optim joyidan qisqacha obzorni qilib beraman. 500 kilolik motorollarimiz narxi $900 dan $950 gacha. Katta, mana 6 kishilik minibuslarimiz bor. Bular narxi $1950 dan 6 kishi bemalol ketadi. Tentlarigacha qo'yilgan bo'ladi. Mashina rulli, gaz tormozi ayog'ida bo'ladi. Yurishlari ancha yumshoq, rullari ham og'ir bo'lmaydi. Tepa qismiga bagajlari qo'yilgan. Qo'shimcha zapaska balonlari bor. Tentlarigacha qo'shib beramiz. Ikki xil rangi buni sotuvda bor. 1 tonnali motorollarimiz 500 kilo, 300 kilo hammasidan bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Birma-bir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. 300 kilolik motorolimiz mana tomi oxirigacha bo'ladi. Ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladigan varianti eshikchalari bor. Buning narxini $850 dan deyapmiz, kelishtirib arzon qilib beramiz. Oltida 32 kilo akkumulyator qo'yilgan bunga. Bitta zaryad bilan 50-60 km bemalol harakatlanadi. Ikki xil rangi buni sotuvda bor. Yosh katta otaxonlarga ham mana zo'r variantlar kelgan, tomli tentlari bor. Buni zo'r tomoni qulayligini, afzallik joyini ko'rsatib o'taman. Sedinasi orqaga oldiga regirovka bo'ladi. Yosh kattalarga tormas ancha o'zlariga moslab katta kichik qilib olsa bo'ladi. 6 ta akkumulyator qo'yilgan, jitkis tormozli, zadniy kameralari bo'ladi bularda ham. Buni narxini $1000 deyapmiz, kelishtirib arzon qilib beramiz. Buni ham ikki xil rangi sotuvda bor. Xuddi shu modelimizni puli arzonroq chiqadigan varianti $970, 632 kg qo'yilgan, saka diskali, jitkis tormozli bo'ladi. Ikki xil rangi buni ham sotuvda bor. Sedinasi buni ham regirovka bo'ladi. Bunisini ham tentlari bo'ladi. Qishki kuniga yopiladi. Jinpeng modelimiz ham bor. Korpuslari ancha baquvvat qilib temirdan qilingan bo'ladi. Yurishlari yumshoq, ikki xil rangi sotuvda bor. 5 ta 45 lik akkumulyator qo'yilgan. Narxi $1200 buni. Ochiq skuterlarimiz ham bor. Ham yukxona bo'ladigan, ham odam o'tiradigan variantlarimiz ham bor. $680 dan 250 kg yuk oladi. Hozir bularni ham mana ko'rsatib o'taman. Ikki xil rangi buni sotuvda bor. Ham yukxona bo'ladigan, ham odam o'tiradigan variantlari eshikchalarigacha bor. 5 ta 32 kg akkumulyator qo'yilgan. Bunisi narxi $650, bunisi $680. Qimmatligi sababi bunga jitkis tormoz qo'yilgan, qo'l tormozlarigacha bor. Kaskazliklari ichida bo'ladi. Hozir ko'rsatgan tomli variantimi, ochiq varianti. Buni narxi $750, kelishtirib beramiz. Buni ham 632 kg qo'yilgan, jitkis tormozli, ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladigan variant. Benzinli motorollarimiz ham bor. Kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 1 tonnali kabinali motorollarimiz, pol kabina, elektronli labolarimiz va elektronli mashinachalarimiz ham bor. Arzon narxlarda yetkazdirib beramiz.